Mana hozir Respublika temir yo'llar aksionerlik jamiyatiga qarashli Markaziy klinik kasalxonasi xirurgiya bo'limida yuqori texnologik operatsiyalarni o'tkazishni boshladik. Navbatdagi operatsiyamizda bu bemorimiz ko'p yillardan buyon diafragma qizilo'ngach teshigi churrasi bilan og'rib kelgan, yoshlari 63 yoshda, bundan tashqari o'ttosh kasalliklar bilan og'rib kelgan. Bemor ko'p yillar davomida to'sh ortida og'riq, yurakda tez urib ketishi, nafas siqishi, o'ng qovurg'a ostidagi og'riqlar bilan bemor bir necha bor klinikalarda tekshirilgan va muolajalardan o'tgan. Bemorda operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar bo'lganligi uchun bemorda operatsiyasi olishda juda ham katta xavf bo'lgani uchun biz bemorni tayyorlab, operatsiya oldi murakkab tayyorgarligidan o'tgandan keyin mana hozir operatsiya qilib chiqdik. Bu laparoskopik qizilo'ngach churrasini bartaraf etish va o't qopini olib tashlash simultan operatsiyasini bajardik. Bemor hozir ahvoli yaxshi. Operatsiyamiz o'sha laparoskopik dostuplar orqali 3-4 ta teshik orqali bajarildi. Bemor bu nima beradi? Bemor tezda reabilitatsiya, ya'ni bemor tez oyoqqa turib, xudo xolasa sog'ayib ketdi. Juda uzoq muddatda bajariladigan operatsiya hisoblanadi, lekin mana oxirgi vaqtlarda xirurgiya bo'limimizda yangi yuqori texnologik asbob-uskunalarni joriy qilishimiz natijasida operatsiyalarimizda davomiyligi hozir qisqardi va bemor ilgari bunaqa bemorlar chet davlatlarga borib operatsiya qilishgan. Hozir nafaqat bizning o'zimizning fuqarolarimiz, balki o'sha chet eldan ham bemorlarimiz kelishi davom etyapti. Men o'ylaymanki, bundan keyin bunaqa operatsiyalarimiz temir yo'l klinikasini xirurgiya bo'limi, bundan tashqari viloyatlardagi filiallarimizda ham bu operatsiya sekin-asta bosqichma-bosqich yo'lga qo'yamiz. Rahmat.